Assalomu alaykum akalar. Mana bugun Qashqadaryo viloyatida 2010-yil Damas sotib olganmiz. Ko'rib turganingizdek, shopir tomon eshigidan zarba bo'lgan va mashinamiz o'sha zarba davomida chap tomonga yonboshlagan. Mashinamizda shu chap tomonda orqa krilosiga ham ishlari bor va bagaj qismida ham ko'rib turganingizdek ishi bor. Orqa qismlari bilan polniy ishi bor. O'ng qismiga hech narsa qilmagan ko'rib turganingizdek. Salon qismlari polniy ideal turibdi mashinamizda. Ko'rib turganingizdek, oldi qismlarida ham polniy ishlari bor mashinamizda. Shu oldi qismda ishlari mana shu yonboshlagan sababli shu tomondan udar bo'lgan. Kimda shunaqa mashinalar bo'lsa 24 soat o'zimizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yaxshi narxlarda sotib olamiz. Assalomu alaykum akalar. Mana bugun Qashqadaryo viloyatida 2010-yil Damas sotib olganmiz. Ko'rib turganingizdek, shopir tomon eshigidan zarba bo'lgan va mashinamiz o'sha zarba davomida chap tomonga yonboshlagan. Mashinamizda shu chap tomonda orqa krilosiga ham ishlari bor va bagaj qismida ham ko'rib turganingizdek ishi bor. Orqa qismlari bilan polniy ishi bor. O'ng qismiga hech narsa qilmagan ko'rib turganingizdek. Salon qismlari polniy ideal turibdi mashinamizda. Ko'rib turganingizdek, oldi qismlarida ham polniy ishlari bor mashinamizda. Shu oldi qismda ishlari mana shu yonboshlagan sababli shu tomondan udar bo'lgan. Kimda shunaqa mashinalar bo'lsa 24 soat o'zimizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yaxshi narxlarda sotib olamiz.